12 yanvar 2026-yil kuni soat 19 da Mening yurtim telekanalida Fitna serialining ikkinchi mavsum 28-qismi namoyish etiladi va aynan shu epizod voqealarga yangicha nigoh bilan qarashga majbur qiladi. Syujet sokin rivojlansa-da, undagi ichki keskinlik tomoshabinni bir zum ham befarq qoldirmaydi. Fitnaning kuchli tomoni shundaki, u dramatik holatlarni baland ovozsiz, lekin chuqur ma'nolar orqali ko'rsatadi. Qahramonlarning har bir qarori puxta asoslangan, tasodifiy harakatlar yo'q. Ikkinchi mavsumdagi 28-qism aynan shu jihatni yanada kuchaytirib, ichki ziddiyatlarni oldingi planga olib chiqadi. Aktyorlik ijrosi bu qismda ayniqsa ishonarli. Hissiyotlar oshirib yuborilmaydi, aksincha, tabiiy tarzda ochiladi. Shu sababli voqealar sun'iy emas, hayotga yaqin ko'rinadi va tomoshabin bilan mustahkam aloqa o'rnatadi. Fitna shoshilinch xulosalarni yoqtirmaydigan, sabr bilan tomosha qilinadigan seriallardan. Yangi qism esa loyiha o'z yo'lidan ogishmay, sifat va mazmunni birdek saqlab kelayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.